ozroq o'ylansin. O, yana qo'shing. Katta yigit bo'l. Katta yigit bo'lsin. Yaxshi mashinalar Bo'yi o'sib ketsin. Iloyim. Voy xudoyim. Yo ana, qormanglar charchang. Intervyu olamiz, o'tiringlar. Qani suring, bechoraga ham joy beringlar o'zi. O'zi hech qayerga sig'mayapti deyapsizmi? Uydagilar ham chiqarib yuboribdi bugun, eshitdim. Mashina yotar ekanmish. Ha, qayda o'rgan. Chunki uy ishlarini qilib turishim kerak-da. Ha, dadadan pul so'rab olib uy ishlarini qilmay. Saqiz gapirmayapmiz. Kim bo'lasiz bu uyga? Do'stmiz. Biz kursdoshmiz. Kurs. Sessiyadan chiqib keldik biz. Kim yiqildi xudo xolasa? 5 oldik. Yo'q, 5 oldik. Ash attangda bor-ku. Shu bu yilga yiqilishlarini tilab qolaman xudo xolasa. Yo'q, nima? Men sababim bor Ha. bu gapim uchun. Mana ertaga yillar o'tgandan keyin talabalik davrida eslaganingizni eslashishim qolmaydi agar yiqilmasangiz. Yiqilsangiz zo'r, bir yil yiqiluvdim, shundoq qiyin ustozlar. Oxiri kredit modul to'lab o'tib ketuvdim deysiz. Iloyim. Voy, unaqa dema. O'zingizga buyursin ayting. Shunda nima ish bajarasiz? Biz mahallada ishlaymiz asosan. Mahalla yettligida ijtimoiy xodim bo'ldi, xudo xolasa. Qarang, mahallada ishlang, lekin ani kampirlarga qo'shilib olmang mahalladagi. Bitta pistov olib, o'tiring hali, o'tiring, ish qoladi. Bu bechora qidirib yuribdi orqasidan. Endi mana savollar sizlarga. Tanlang. Yo sessiyadan yiqilish, yo yerga tegish. Yerga tegish. Sessiyadan yiqilish. Nimaga desangiz? Men sizni tushundim. Nima dedi? Eshitdingizmi? Aytib boring, nima dedi? Yo'q, unaqa so'zlar Nima aytdingiz. dedingiz? Nima dedingiz? Yerga tegish dedim. Mana o'zi rozi. Amaki xola bo'ldi, ko'ndirolmayapti-dedilar. O'zi oxiri xo'p dedi, taqdirga tan beribdi. Qanday bo'lsin? Bilmadim, peshanaga yozilgan. O'zi mana o'qiganligi hozirgi kunda qanchalik muhim? Mana oldin o'qiganmi savol berishardi. O'qiganligi muhim, nega muhim emas? Chunki o'qiganda dunyoqarash yaxshi bo'ladi. O'qimagan bo'lsa, bir zavodi bo'lsa lekin. Yo'q. Boshqa savollaringiz yo'qmi? Bor. Katangris sonida. Futbol kesara qarang. Futbol kamoq. Abdulg'ani Zo'rbashga qarang. Oxiri. Mana bulut qarang. Ne unaqa savollar bermayman. Aytavering qani. Oxiri endi. Qana qarang. Hop. Sigir nima ichadi? Suv. Ani sut demoqchi edim mana hozir. Yediradi, jimtirsangiz. Ayla dugonachilikni ko'rsang emasan. Kim bir she'rga tegadi shunaqa qilib? Men. Bunchalar zo'rsan. Aytingizdan. Bunchalar zo'r